Bismillahirrohmanirrohim. Raf'ul fi'li va mavazi'uhu. Fe'lning raf bo'lmoqligi va uning o'rinlari. Al-aslu fi raf'il fi'li an yakuna bi-dhammati. Fe'lning raf bo'lishlikda asl zamma bilan bo'lmoqligi. Va yanubu anha nunu fil amsilatil khamsati. 5 ta misolda undan nun joyida turishligi noib bo'ladi. Va huwa yurfa'u idza lam yasbiqhu nasibun va la jazimun. Nahwu yuhaffifullohu ankum yusmiru bustanuna tanalunal birra. Va u raf o'qilinadi agar undan oldinga nasb o'qituvchi yoki jazm o'qituvchi narsalar o'tmasa. Misol, Alloh sizlardan yengil qiladi, bog'imiz meva qiladi, yaxshilikka yetasizlar deganga o'xshash. Amsilatun, misollar. Al-jahilu ya'tamidu ala nasabihi wal aqilu yu'awwilu ala adabihi. Johil o'zini nasabiga suyanadi, oqil o'zini odobiga ishonadi. Al-jahilu deydi mubtado, ya'tamidu mana muzori fe'li raf holatida bu jumla xabar bo'ladi. Oqil ham mubtado, yu'awwilu mana raf holatdagi fe'l, jumla mubtadaga xabar. Kullu khayrin yunalu bit-talabi va yazdadu bil-adabi. Har bir yaxshilik talab qilishlik bilan yetiladi va odob bilan ziyoda bo'ladi. Kullu khayrin mubtado, jumla xabari ma yunalu raf holatdagi fe'l. Bit-talabi jar majrur unga mutaalliq va yazdadu ham shunga o'xshash. Manhumani la yashba'ani, talibu ilmin va talibu malin. Ikki haris kishi to'ymaydilar. Ilm talab qiluvchi va mol talab qiluvchi. Manhumani mubtado, la yashba'ani xabari bo'ladi. Tolibi ilm muzom filay bo'lib manhumundan badal bo'ladi. Ya'lamuna ma taf'alun. Biladilar sizlar qilayotgan narsani. Mana ya'lamuna nun joyida turib raf holatiga fe'l, ma uni maf'uli, taf'alunada ham shundoq. Fihima aynani tajriyani. U ikkolisida, ya'ni jannatda ikki oqib turuvchi buloqlar bor deganda tajriyani bu tasniya muzori fe'li nun turishlik bilan raf holati. Fihima xabar muqaddam, aynani mubtada muaxxar bo'ladi. Bir-ra'i tasluhur ra'iyatu va bil adli tumlakul bariyatu. Boshliq bilan xalq salohiyatlik bo'ladi, adolatlik bilan quruqlikka ega bo'linadi. Bir-ra'i bu jori majrur, tasluhu fe'l muzori raf holatida, tumlaku ham majhul fe'l muzori raf holatda. Ya'lamu xoinatal a'yun va ma tukhfis sudur. U Alloh taolo ya'ni biladi ko'zlarning xiyonatini ham va ko'kraklar bekitayotgan narsani ham. Ya'lamu manu fe'l raf holati, tukhfi ham raf holatdagi fe'l, faqatgina bu zammasi og'ir bo'lib tashlab yuborilgan. Yamhullohu riba va yurbis sadaqat. Alloh taolo riboni barakasini o'chiradi va sadaqotlarni ziyoda qiladi deganda yamhu fe'l muzori raf holatda, yurbi bu ham fe'l muzori, bunga ham zammasini og'ir deb tashlab raf holati. Amrinun mashq. Ayyin al-marfu'a bil-dhammati wal-marfu'a bin-nuni fil amsilati al-mutaqaddimati. O'tgan misollardagi zamma bilan raf o'qilgan va nun bilan raf o'qilgan fe'llarni tayin qil. Tatimmatun xotima fil i'rob at-taqdiri lil fi'li. Fe'llarga taqdiri i'roblar to'g'risi. Iza kana al-fi'lu mu'talla al-akhir bil alif fa li ta'azzur tahrikaha tuqaddaru alayha ad-dhammatu inda ar-raf'i wal fathatu inda an-nasbi. Nahwu yas'a va lan yas'a. Agar fe'l oxir alif bilan illatlangan bo'lsa, harakatlantirish uzr bo'lganligi uchun oxiriga zammani raf holatda taqdir qilinadi, nasb holatda fathani taqdir qilinadi. Misol yas'a, aslisi yas'ayu, yoga yo harakatli yuqorisi fatha bo'ldi, alifga qalb qilishlik vojib bo'lib qoldi. Mana shu uzr sababli taqdir qilindi. Valan yas'a, asli yas'aya, yo harakatli yuqorisi fatha, alifga qalb qilishlik vojib bo'lib qoldi va bunda ham uzrlik uchun taqdiri qilindi. Va iza kana mu'talla al-akhir bil wawi aw al-ya'i fal-istisqal zammuhuma tuqaddaru alayhima az-zammatu inda ar-raf'i. Nahwu yasmu wa yartaqi wa zalika tardan li qawaid al-i'rab. Agar fe'lning oxiri vav bilan illatlangan yoki yo bilan illatlangan bo'lsa, ikkoviga ham zamma og'ir kelganligi uchun zammani raf holatda taqdiri qilinadi. Misol yasmu,
Yasmuvu vovga zamma og'ir deb tashlab yuboramiz. Yasmu yuqori bo'ldi. Yartaqi asli yartaqiyu yoga zamma og'ir deb tashlab yuboramiz. Bu baland bo'ldi. Mana shu i'rob qoidalarini yuritish bo'yicha bo'lgan. Amsilatun misollar. Yahval aqilu an tabqa asaruhu va an tahya ba'da ma yafna ahbaruhu. Oqil kishi o'zining asarlari qolishligini yaxshi ko'radi va yo'q bo'lib ketgandan keyin xabarlari barhayot bo'lishligini yaxshi ko'radi. Yahva bu fe'l muzori raf holatda, oqil uni foili, antabqo nasiba mansuba bilan yahvoga maf'ul, antabqaya aslida ana uzrligi, ya'ni harakatlik yuqori sifatga vojib bo'lganligi uchun taqdir qilindi nasbni. Va antahya ham shu kabi. Tahya fe'l, ba'da zarf, mo muzofin ilay, mo mavsula, yafna foili, yafnoda yafnayu, bunga voyoga zamma qildi tashlab yuborildi. Ahbaruhu tahyani foili. Bil hazmi tadnul matalibu va bis sabati tanjalil ghayahibu. Uddabironlik bilan talab qilingan narsalar yaqin bo'ladi. Sobit qadamlik bilan qorong'ilar yozilib ketadi. Tadnuda zamma og'ir deb tashlab yuborilgan, tanjalida ham shunaqa zamma og'ir deb tashlab yuborilgan. Tamrinun mashq. Ayyinal harakatil muqaddarata alal af'ali fi hadhihi al-ayati. Bu oyatlardagi fe'llarga taqdiriy qilingan harakatlarni tayin qil. A'udzu billah. Va la sawfa yu'tika robbuka fatarza. Robbing senga yaqinda beradi, bas rozi bo'lasan deganda yu'tida beda zamma saqil taqdiri qilingan. Fatarzo bu ham mana zamma saqil taqdir qilingan. Ma anzalna alaykal qur'ana litashqa illa tazkiratan liman yakhsha. Sizga Qur'onni mashaqqat chekishingiz uchun nozil qilmadik, faqatgina qo'rqqan kishilar uchun eslatma, mau'iza qilib tushirdik. Bunda litashqoda nasb taqdiri qilingan, yaxshoda raf taqdiri qilingan. Yawma nad'u kulla unasin bi imamihim. Eslatib qo'ying bir kunniki biz chaqiramiz har bir insonni o'zini imomi, ya'ni nomai amoli bilan deganda beda tadnu nad'u beda zammani taqdiri qilingan. Tamrinun umumiyun lil af'ali. Fe'llar uchun umumiy mashq. Bayin fil ibaratil atiyatil af'alal mabniyata wal af'alal mu'rabata va anwa'a i'rabuha. Kelgusi iboralardagi mabni fe'llarni va mu'rab fe'llarni, uning i'roblarini, navlarini bayon qil. Atiulloha va atiur rasul va ulil amri minkum. Allohga itoat qiling va rasulga itoat qiling va o'zingizdan ish boshliqlaringizga itoat qiling deganda atiu amr mabni fe'l va atiu keyingisi ham mabni. Atiu fe'l foil, Alloh lafzi maf'ul bo'ladi. Atiu keyingisi fe'l, foili zamir vav, ar-rasula bu maf'ula. Axlisol vafa'a va ra'yal ikho'a. Vafodorlikni xolis qiling ikkovingiz va birodarchilikka ikkovingiz rioya qiling deganda ahliso bu tasniya fe'l, bu nunni tushib qolishligi bo'lyapti. Amr mabni, vafoa uni maf'uli, ro'iyo beda ham mabni nunni tushib qolishligiga, ihoa bu maf'uli. Ushkurannalloha ala sarro'i wasbiranna ala zarro'i. Allohga shukr qiling kengchiliklarda va unga sabr qiling tangchiliklarda. Ushkurunna fe'l foil, amr, Alloh lafzi maf'ul, ala sarro'i jon majrur ushkurannaga. Wasbiranna bu ham fe'l foil, amr, nun ta'kid qilyapti mabnilik, ala dori jon majrur. Samaratul ilmi an yu'mala bihi va samaratul amali an yu'jara alayhi. Ilmning samarasi unga amal qilishlikdir. Amalning samarasi unga ajr olinmoqligidir. Samaratul ilmi muzof ilay mubtado, an yu'mala nosiba kelyapti, yu'mala murab nasb qilyapti. Bu xabar bo'ladi va keyingi jumla ham shuni o'zi. Al-aqilu ya'kulu li ya'isha wal jahilu ya'ishu li ya'kula.
oqil yashash uchun yeydi, johil yeyish uchun yashaydi. Al-oqil mubtado, ya'kulu bu jumlasi xabari, bu muraffil rab holatda, liyaisha bu lomi illat, yaisha muraffil ana u nasb holatda bo'lyapti. Bu jumla xabari. Val johilu bu ham mubtado, jumla xabari, yaishu rab holatdagi muzori fe'li, liyakula lomi ta'lil kirib nasb holatdagi fe'l. Irji'i ila robbiki roziyatan marziya fadkhuli fi ibadi vadkhuli jannati. Qaytgin o'zingni Robbingga, rozi bo'lgan, rozi qilingan holda, bas kirgin bandalarimni ichiga, bas kirgin meni jannatimga. Bu nafsga xitob bo'lyapti. Irji'i muannas, muxotaba, yos kelyapti. Fadkhuli, vadkhulilar ham shu kabi. Izo qulta fa'awjiz va izo wa'adta fa'anjiz. Agar san gapirsang qisqa qil, agar va'da qilsang bajar. Izo harf shart, qulta fe'li shart, mabni mozi, fa'avjiz amr, fa javobiya. Va izo keyingi jumla ham shuni o'z. La tabghi g'oyra allazi yu'lika. Sani yuqori qiladigan narsadan boshqa narsani talab qilma. La tabghi nahi, la jazm o'qiyapti. Bu yerda harfi illat tushib qolishlik bilan jazm bo'lyapti. G'oyra allazi muzofin ilay, tabghiga maf'ul, allazi mavsula, yu'lika silasi, yu'li bu yerda rab og'ir kelgani uchun hasb qilinyapti. Sofin nabiha va daris safiha wa'fu anil hafawati. Ulug'lar bilan do'stona munosabatda bo'l, beaqillar bilan murosada bo'lgin va xatolarni avf qilgin. Sofi fe'li foil, bu yerda jazm harf illat tushib qolyapti. Nabiha maf'uli, dori ham shuni o'zi, oxiridagi harf illat tushib qolishlik bilan jazm holati, safiha maf'uli. Va'fu ham shunday jazm holati, amr fe'li oxirida harf illat tushib qolyapti. Al-kibru wal i'jabu yaslubanil fadha'ila va yuksibanir radha'ila. Kibr va o'ziga bino qo'yishlik fazilatlik sifatlarni sug'urib oladi va razilliklarni kasb qilib beradi. Al-kibru mubtado, vav atif, al-ijobu ma'tuf bu mubtadoga jumla xabar. Yaslubani bu tasniya fe'l, raf holatda nun turishlik bilan fazoila bunga maf'ul. Va yuksibani ham ana shunday muzori fe'li raf holatda nun turishlik bilan fazoila maf'uli. Hafizna ala man turabbina va la tuhmilna man robbayna kunna. Siz tarbiya qilayotgan kishilarni rioya qiling va sizni tarbiya qilgan kishilarga beparvo bo'lmang. Hafizna bu ham muannas, nun inos kelib sokinga mabni, ala jor majrur, man majrur, man mavsula, turabbina silasi. Keyingi jumla ham shunaqa. Mata tastaqimu tuhmadu. Qachoniki mustahkam turasiz, maqtalasiz. Mato ismi shart, tastaqimu fe'li shart, tuhmadu fe'li shart. Bu ham mana jazm holati nun tushib qolishlik bilan. Mayyafu anizallati ya'manil asarati. Kim xatolardan o'tib yuborsa, toyilishliklardan salomat bo'ladi. Man ismi shart, ya'fu fe'li shart, harf illat tushib jazm holati, anizallati jor majrur. Ya'man javob shart sokin bo'lyapti. Fala yuxlifallohu va'da. Alloh taolo va'dasiga hargiz xilof qilmaydi deganda la nosiba yuxlifani nasb o'qityapti. Alloh lafzi foili, ahdahu maf'uli. Sa'ayta kay tarqo izan talqo xoyran. Yuqori bo'lish uchun harakat qilding, unday bo'lsa yaxshilikka yetasan. Sa'ayta fe'li foil, kay nosiba, tarqo mansubi, ammo bu yerda nasb uzr bo'lgani uchun taqdiri qilinyapti. Izan ham nosiba, talqon nasb o'qityapti, ammo talqoda nasblik uzr bo'lgani uchun taqdiri bo'lyapti. Xoyran talqon maf'uli. Man yata'allam sag'iran yataqaddam kabiran. Kim kichiklikda ta'lim olsa, katta bo'lganda peshqadam bo'ladi. Man ismi shart, yata'allam fe'li shart, sag'iran hol, yataqaddam javob shart. La taqulanna iza ma lam turid an tutimmal va'da fi shay'in na'am. Agar bir narsada va'dani bajarishlikni iroda qilmasang, ha deb aytmagin. La taqulanna ta'kid yopishgan fe'li muzori, nahi, izo harf shart, ma lam turid fe'li jar, lam jozima, turidni o'qiyapti. Antutimma nosiba bilan nasb o'qityapti. Va'da tutimmani maf'uli, anta foili, fi sha'n jor majrur, na'am taqulannaga maqulul qawl.
mahma yakun indaka min zamirin yazhar ala asrati wajhika. Nimaki sen huzuringda berkilgan narsa bo'lsa, yuzingni, ya'ni peshonangni chizig'ida ko'rinadi. Mahmo ismi shart, yakun fe'li shart, yakun af'ol noqisa, anta bu yerda ismi jumla xabari, yazhar javob shart. Ma kana tasannu'un yakhfa. Laganbardorlik maxfiy bo'lmadi. Mokona bu nofiya kelyapti, af'ol noqisa, tasannu buni ismi, ammo lom bu juhud, kona nafiy kelyapti, yaxfani nasb o'qityapti, ammo uzr bo'lgani uchun taqdir qilindi. Kayfa ma yusallil imamu yusallil ma'mumu. Imom qandoq namoz o'qisa, unga ergashganlar ham shunday o'qiydi. Kayfa ma bu ismi shart, yusalli fe'li shart, jazm bo'lyapti harf illat tashlab yuborishlik bilan, imomi foili, yusalli bu javob shart, ma'mumi foili. Va ma taf'alu min khayrin ya'lamhulloh. Nimaki qilsangiz yaxshilikdan uni Alloh biladi deganda, mo ismi shart, taf'alu fi'l shart, nun tushib qolishlik bilan jazm o'qilyapti, ya'lamhu javob shart. Ayyama tasna tuhasab alayhi. Nimaki qilsang o'shanga hisob kitob qilnasan deganda, ayyamo beda ismi shart, tasna fi'li shart, tuhasab javob shart. La alzimannaka aw taqziyat haqqi. Albatta seni mahkam ushlayman, haqqimni ado qilguningcha. La alzimannaka beda fe'l mutakallim ana foili, av beda ilo ma'nosidagi nasb o'qituvchi, undan keyin an has bo'lishligi vojib bo'lgan, taqzi mansubi taqdiri qilyapti. Haqqi bu izofa bo'lib taqziga maf'ul. La takun rutaban fatu'sara va la yabisan fatuksara. Ho'l bo'lma, siqilasan. Quruq bo'lma, sindirilasan. Ya'ni bo'shashgan bo'lma, siqilasan degan. Quruq chassillab o'zingni otadigan bo'lma, sinib qolasan degani. La takun fe'l noqis manfisi, bu yerda anta ismi, urtaban xabari, fo bu yerda sababiya nafiy o'tyapti, tu'sarani nasb o'qityapti. Keyingisi ham shunaqa. La tubrimul amra hatta tufakkira fihi. Bir ishni uzil-kesil hal qilma, unda tafakkur qilguningcha. La tubrim nahiy hozir, amra buni maf'uli, tubrimi foili anta. Hatto bu nosibalardan buyruq taraf kelyapti, tufakkirani nasb o'qityapti.